O'zbekiston Respublikasi Prezidentining energetika sohasiga xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash hamda taqsimlash tarmoqlaridagi yo'qotishlarni hududlar kesimida bosqichma-bosqich qisqartirish choralarini ko'rish maqsadida uchko'prik tajribasiga qo'l urildi. Joriy yilning fevral oyi boshida bundan buyon amalga oshirilayotgan ishlar taqdimot qilingan edi. Farg'ona viloyati hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyonerlik jamiyatining shahar va tumanlardan jalb etilgan 300 dan ortiq malakali mutaxassislardan tashkil topgan 40 dan ziyod brigadalar uchko'prikda ishga kirishgan. Dastlab brigadalarga podstansiyalar, yuqori va past kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlari hamda transformator punktlarida texnologik yo'qotishlarni kamaytirish, tarmoqni yangilash, noqonuniy foydalanish holatlariga barham berishda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Bugungi kunda Farg'ona viloyatida iste'molchilarga elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish maqsadida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2024-yil sentyabr oyidagi farmonining ijrosini ta'minlash maqsadida uchko'prik tajribasiga qo'l urildi. Ma'lumki, bugungi kunda Farg'ona viloyatida iste'molchilarga elektr energiyasi uzluksiz barqaror ravishda yetkazib berilmoqda. Endilikda soha vakillari oldidagi asosiy masala elektr energiyasi sifatini oshirishdir. Tumanga kirib kelayotgan yuqori kuchlanishli elektr energiyasi iste'molchilarga yetkazib berilguncha bo'lgan masofadagi qurilmalar, transformatorlar ko'rikdan o'tkaziladi va natijada yo'qotishlar oldi olinib, bu yerda ta'mirlash ishlari olib boriladi. Mana shu esa uchko'prikning tajribasi hisoblanadi. Uchko'prik tumanida 270 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladi. Elektr energiyasi iste'molchilari soni esa 55 mingdan ortib bormoqda bugun. 31 ta transformator texnik ta'mir va yangilashga muhtoj. Shulardan biri Katta Qo'shtepa mahalla fuqarolar yig'ini aholisini elektr energiyasi bilan ta'minlovchi 100 kilovat quvvatga ega transformatorda to'liq ta'mirlash ishlari olib borildi. Uchko'prik tajribasini amalga oshirish uchun Ma'lum elektr tarmog'i korxonasidan bir guruh elektromontaj yo'llar keldik. Podstansiyadan chiquvchi 10 kilovoltlik qova tarmog'i tepa 122 da hozir ta'mirlash ishlarini olib borilyapti. Elektr energiyani yo'qotishlarini oldini olish maqsadida eski elektr qurilmalarda bo'layotgan mana bu kontaklar nosozligi, eski qurilmalarda alishtirilyapti. Va shu jumladan transformatorda bo'layotgan eski qurilmalar, zo'riqish bilan ishlayotgan elektr qurilmalar olib tashalib, ta'mir ishlari bajarilyapti. Yangi avtomat o'chirgichlar qo'yilyapti. Ultarma podstansiyasi Katta Qashqar mahalla fuqarolar yig'inidagi 1200 dan ziyod aholi xonadoni va ishlab chiqaruvchilarga elektr energiyasini yetkazib beradi. Shu kungacha elektr tarmog'i eskirgan tayanchlar orqali mahallaning 10 dan ziyod xonadoni ichidan o'tgan edi. Endilikda esa eski tayanchlar xonadonlardan olib chiqildi va yo'l yoqasida past kuchlanishli tarmoq to'liq yangilandi. Uchko'prik tumanining Katta Qashqar mahalla fuqarolar yig'inidagi mana eskirgan yog'och tayanchlar temir beton tayanchlarga almashtirildi. Katta Qashqar mahalla fuqarolar yig'ini elektr energiyasi bilan ta'minlovchi 10 kilovat ultarma uzatmamizni 1,5 kilometr uzunlikdagi qismini aholi xonadonlar qismidan ko'chirib, mana eskirgan yog'och tayanchlar o'rniga beton tayanchlar o'rnatildi hamda o'sha qarshiligi yuqori bo'lgan temir simlar o'rniga alyumin simlar tortilib, mana hozir kunda ish olib borilmoqda. Bundan tashqari uchko'prik tajribasi asosida shu 52 ta mahalla fuqarolar yig'inida xuddi shunday texnik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Amalga oshirilayotgan tajriba so'zsiz aholi xonadonlaridagi elektr energiyasi sifatini yaxshilaydi. Islohotlar samarasi amaliy ishlarga guvoh bo'layotgan hamyurtlarimiz esa bundan xursand albatta. Biz mahallamizda 20-30 old svetlarimiz pasayib, shamol kelsa qo'rqib turadi, uchib qolaman, qolmasin deb. Mana hozir tayanchlarimizni beton tayanchga almashtirib, yangilab berishyapti. Svetlarimiz qish kunidan yil o'chmoqda. Qilinib turgan ishlarimizda mahallamiz xursand, xalqimiz xursand. Bo'layotgan turgan ishlar xalqimiz uchun bo'lyapti. Katta Qashqarlar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Aholi sonining oshib borishi, turmush darajasining yuksalishi, ko'plab sanoat korxonalari, o'rta va kichik biznes subyektlari tadbirkorlik faoliyatining jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgani tufayli elektr energiyasiga, aniqroq aytganda, sifatli va uzluksiz elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj kun sayin ortib boraveradi. Shu sabab Shodlik podstansiyasida ham ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. 35 ga 10 kilovat podstansiyadan 8 ta uzatma chiqqan. 12 ta mahalla fuqarolar yig'inidagi 10 mingga yaqin xonadon va ishlab chiqarish tadbirkorlik subyektlari elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Umuman olganda uchko'prik tajribasining asl mohiyati nimadan iborat?
Dastavval uchko'prik tajribasi boshlanish arafasida barcha tuman shaharlarda faoliyat ko'rsatayotgan ishchi xodimlarimiz to'liq tarkib bilan Uchko'prik tumaniga yig'ildi va o'sha bosh direktorimiz boshchiligida dastavval seminar tashkil etildi va ushbu seminarda barcha ishchi xodimlar amalga oshiriladigan texnik chora-tadbirlar birma-bir tushuntirib o'tildi. Eng avvalambor shuni ta'kidlab o'tish joizki, aynan tumanga kirib kelayotgan yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlaridan tortib, toki iste'molchini elektr hisoblagichigacha bo'lgan jarayonlar o'z ichiga qamrab olgan bu tajriba asosida, ya'niki ASQA tizimi orqali barcha hisob-kitoblar olingan va tahlil qilingan va ushbu tarmoqlar ikkinchi bosqichda to'liq ko'rikdan o'tkazildi. Ya'ni kim aynan elektr qurilmalarini, elektr uzatish tarmoqlarini qaysidir qismini yoki yo'qolishga sabab bo'layotgan omillarni kamaytirish, ularni yangilash maqsad qilingan. Va uchinchi bosqichda ushbu jarayonlar bosqichma-bosqich, ya'ni ta'mirdan chiqariladi, joriy va mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Shu kuni Qaqir podstansiyasida ham to'liq ta'mirlash ishlari olib borildi. Jumladan, kuch transformatori sozlanib, moy sathi me'yor holga keltirildi. Mavjud moyli o'chirgichlar zamonaviy vakuumli o'chirgichlarga almashtirildi. Bundan tashqari, podstansiyadan hududlarga chiquvchi barcha elektr uzatish tarmoqlarining boshlanish qismi to'liq yangilandi. Ya'ni eskirgan tayanchlar o'rniga yangi temir beton tayanchlar o'rnatilib, elektr simlari yangisiga almashtirildi. Hozirgi kunda 313 kilometrdan ortiq 0.4-610 kilovoltli tarmoqlarimiz daraxt shoxlaridan tozalandi. 200 ga yaqin transformator punktlarimiz ta'mirlandi. Ulardagi fazalararo yuklamalari tenglashtirib borildi. Bundan tashqari 200 ga yaqin har xil turdagi nosoz tayanchlarimiz almashtirildi. 1,5 mingta izolyatorlar, har xil turdagi izolyatorlarimiz almashtirildi. Yo'qotishlarga sabab bo'lgan po'lat simlar o'rniga hozirgi kunda IS-35 simlari 10 kilovolt tarmoqlarimizda 5000 metrga yaqin almashtirilmoqda. Buning natijasida energiya yo'qotishlar hamda iste'molchilarga sifatli elektr energiyasi yetkazib beramiz. Uchko'prik tumanida yillik elektr energiyasi iste'moli 25 million kilovat-soatni tashkil etib, texnologik yo'qotish 6 million kilovat-soatni tashkil etadi. ASQA tizimidan olingan dastlabki tahlillar asosida tumandagi yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmog'idan tortib, mansublik chegarasigacha bo'lgan barcha tarmoq va qurilmalarni ta'mirlash va yangilash natijasida yo'qotishlar 23% dan 7% ga, ya'ni 2 million kilovat-soatga tushiriladi. 10 ta ko'chamizda 2024-yil, 2025-yillargacha juda ham elektr masalasi bo'yicha qiynalib kelayotgan muammolar bartaraf etildi. Buni juda ham bir cheksiz xursandchilikdan gapiryapman. Yangi kabel sistemasiga o'tdi. Eskirgan simyog'ochlarimiz hammasi 100% almashdi. Biz fuqarolar bundan xursand. Ilgarigi paytimizda bu svit qachon o'chib yonishini bilmasdik o'zimiz ham. Hozirgi kunda mana 1 daqiqa svit o'chmaydi. Ya'niki qandaydir bir ta'mirlash ishlari bo'lsa, korxona tomonidan oldindan bir kun oldindan ogohlantirishadi. Taraqqiyot strategiyasida 7 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha inson qadri uchun 100 ta maqsad belgilab olingan bo'lsa, biz yuqorida hikoya qilgan elektr energiya sohasidagi ishlar 100 ta maqsadning biri xolos. Yangi O'zbekistonda davlatimiz rahbari boshchiligida insonlarni rozi qilishdek ezgu amallar davom etadi.